Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi juma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Biz kecha obyektdan nima qilgan bo'lgan ishlarni, mana oldi fayamiz qolgan edi. Oldi faylar ham Xudo xohlasa o'rnatildi. Juda go'zal holatda chiqdi. Ustalarimizni ishiga 0 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Oynalarimiz toshli oyna bo'ldi. Buni rangini mana tashqaridagi romlarimizga mosladik. Tashqaridagi romlarga, tashqi romlarga Imzo fabrikasining 7000 Engelberg romlaridan o'rnatib berganmiz. Bu romlarni dabollari bilan qilib berdik. Romlarimiz bilan dabollarning rangi ham birga bir juda go'zal holatda chiqdi. Podokonnilari bor. Oynalarimiz energiya tejovchi. Juda go'zal holatda chiqdi. Ichki eshiklarni mebelni yog'och svetda qilganmiz. Dabollari bilan ular ham juda go'zal holatda. Eshiklarimiz ochilib yopilishi juda zo'r holatda. Bu obyektimizga jami tashqi romlarga 6 ta rom, 2 ta termo eshik o'rnatdik. Ichki eshiklarga 6 ta NDF eshik o'rnatdik va to'g'riga dushovoyiga mana holatda PX mahsulotidan o'rab berdik. Ichkariga kupe ham qilib berdik. Yo'llarimiz ham juda go'zal holatda chiqdi. Uyimiz remontlari ham juda go'zal chiqdi. O'zinglar ustalarning ishiga 0 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Hamma eshiklarimiz ideal holatda. Har bir romlarni, tashqi romlarni shuna qilib, dabollar bilan qilib berdik. Do'stlar, nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Imzo Xo'jobod ishlarni go'zal holatda bitirib beradi. Bu obyektimizda endi tashqari tarafida ishimiz qoldi. Tashqi tarafiga ham mana kira olish joyiga termo 65 profildan foydalanganmiz. Endi mana 2 cheka, 2 yonboshga yana romlar keladi va oldi bu tarafda, bu tarafga ham Xudo xohlasa Imzo fabrikasining 7000 Engelberg romlaridan va termo 65 eshiklaridan o'rnatib beramiz. Bu uyimiz to'liq bitganda yana bir qator obzor qilib ko'rsatamiz. İşlerimiz juda go'zal holatda chiqyapti. Oldi fayamiz ham ochilib yopilishlariga.